Kamerachi mahram bo'lib qoladi-da, to'yga borganda hammaga mahram, o ayollarni ham borib syomka qiladi. Hali ba'zi kelinchaklar yuzini yopsa aytar ekanki, bu videochi desa, shunaqami deb ochib olar ekan. O ammengizni o'g'li emas u. U begona sizga. Uni ham nafsi bor, uni ham shahvati bor. Balki bu kamerachini shahvati boshqalardan yomonroqdir. Shunga hech ham ayolingizni suratini masalan u uyga borib montaj ham qiladi. To'xtab tur, men syomka qilib olib chiqib beraman. Hech kim yo'q joyda shunaqa tomosha qiladi. Erini oldida sal tortinadi, to'g'rimi? Ko'chada erini oldida xotiniga qarashga tortinadi. Yo ko'chadagilardan uyaladi. Uyda hech kim man qilmaydi, montaj qilib o'tirib, hamma joyini tomosha qilishi mumkin. Shunga bu ayollaringizni iloji boricha shu suratlardan uzoq qilishlikka g'ayur erkak shunga harakat qilish kerak-da. Telegramga chiqarmang xotiningiz rasmini. Eng badtarin odam dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ummatning ichida eng badtarin odam kim? O'zini xotini bilan qilgan ishini maqtanadigan odam dedilar. Men o'ylardim shunaqa odamlar yo'q, hozir yo'q bo'lsa kerak desam, hozir ayollar ham shu gruppalarda o'tirib, eri bilan qilgan ishini reklama qilar ekan. Mana qildi, ana qildi deb. Na'udhu billah, eng yomon odam shu. Bu avrat bu. Hunna libasul lakum va antum libasul lahum deyapti Xudoy taolo. Sizlar ayollaringizni aybini bekitasiz, ayollaringiz sizni aybingizni bekitish kerak. Bu hamma joyda aytadigan gaplar emas bu. Ayoli eri bilan qilgan ishini eri ayoli bilan